Salom hammaga, sizlar bilan Amerikan YouTuber kanali. Bugungi darsimiz qanday qilib to'g'ri Amerikan kanal ochish haqida bo'ladi. To'g'ri, bu formatda darslar YouTube'da ko'p, lekin aynan qanday to'g'ri to'g'ri opsiyani topish bo'yicha darslar kam. Hozir bizga YouTube, Gemini va Cloud kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz o'zimizni YouTube studiyomizga kirib olamiz. Keyin sozlamalarga kiramiz. Sozlamalar bu umumiy boshida valyutalar turadi. Keyingisi kanalimizda joylashgan davlatni tanlaymiz. Buning uchun bizga Amerika Qo'shma Shtatlari kerak bo'ladi. Keyingisi bu kengaytirilgan sozlamalar. Bu yerda kanalingiz bolalar uchun yaratilgan deb belgilamoqchimisiz? Bu yerda yo'q deb belgilaymiz, chunki ha deb belgilasak rekomendatsiyaga chiqmay qoladi. Yosh bolalarga chiqadi, lekin ko'proq prosmotr olib kelmaydi. Keyingisi funksiyalarga o'xshab, birinchisi o'zi yoqilgan bo'ladi, ikkinchisini nomer tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Nomer tasdiqlash kerak bo'lsa, shu ekrandagi profilga yozsangiz tasdiqlab beramiz. Bu nimaga kerak? Jonli efir qilish uchun, 15 daqiqadan oshiq videolar qilish uchun va videoni ustiga upload qo'yish uchun kerak bo'ladi. Keyingi bo'lim yuklash sozlamalari. Bu yerda video uchun nom, video uchun opsiyaniya va unga kirish ruxsatlarini belgilasangiz bo'ladi. Buning uchun hammaga ochiq belgilab qo'yamiz va videoni teglari bu. Keyingisi kanalning kategoriyasi. Agar siz tayyorlab qilmoqchi bo'lsangiz, bu musiqa bo'ladi. Video tili inglizcha, Amerika Qo'shma Shtatlari, nomi, tavsifi o'sha inglizcha, keyin inglizcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladi. Ruxsatlar kerak emas, hamjamiyat moderatsiyasi kerak emas, kelishuvlar kerak emas. Bo'ldi. Endi Cloudga kirib, shu promptni yozib olamiz. Shu promptda keyin bitta kanalni linkini tashlaymiz. Bu promptni olish uchun shu kanalni obloshkasi, kanalning shapkasida yoki opsiyaniyada qoldiraman kanalimizda, shu yerdan promptni olsanglar bo'ladi. Endi shuni tashlangandan keyin bu kanalimizni qanaqaligi va hozirgi holati haqida ma'lumot beradi. Oxirida sarlavha, matn va tag beraymi deydi. Siz ha deysiz. Keyin sizga nom beradi. Birinchisi nomni olamiz. Sozlamalarga qaytib kiramiz. Yuklash sozlamalarini bosib, nomiga shu nomni tashlab olamiz. Endi opsiyaniya shu yerda yozib qo'ygan bo'ladi. Mana opsiyaniyani olamiz, shu yerga tashlaymiz. O'zingiz inglizcha qilib berib deb yozasiz yana, hatto kamchilik bo'lsa agar. Keyingisi bu tagga olib, tagga shu yerga tashlab olamiz. Tagga shu yerga tashlab olganimizdan keyin bu yerdan musiqani tanlab qo'yamiz. Kanalning o'ziga, kanal bo'limiga ham shu taglarni tashlab olamiz. Bo'ldi, qolgani to'g'ri bo'ldi. Saqlashga bosib qo'yamiz. Keyin moslashtirish. Endi bu yerga Gemini kirib olamiz, plusni bosib rasm yarashni bosamiz. Meni tayyorlab kanalim uchun logo yasab ber deymiz. Ketdi. Endi kutamiz. Rasmimiz tayyor bo'ldi. O'zbekistonni yozib qo'ydi. Sizlar Amerikan yozib qo'ysa yoki yozishim shart emas. Buni hozir saqlaymiz. Saqlandi. Endi yuklashni bosib tanlaymiz. Mana tayyor tushdi. Endi boyagi opsiyaniyani olamiz va uni ham shu yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Mana chop etishga bosamiz. Kanalimiz tayyor. Yanada qiziqarli darsliklar uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi darslik nima bo'lishi haqida kommentariyga yozib qoldiring.